Assalomu alaykum. Mana yana bitta obyektimiz bitta, Xudo xolasa. Sekin obyektlarni bitarib, gazlarni bitta to'lab yuribmiz. Lekin shu orada bitta maslahat berib o'tmoqchiman sizlarga. Iltimos, kreditga qiziqayotganlar bo'lsa, umuman kredit olmanglar. Men rosa qiynaldim, to'g'risi gap. Onasining 100 milliondan oshib ketgan, zo'rg'a endi 40 milliondan qutulib oldim 3 oy ichida. Yana ham qo'lda hunar bor ekan. Bitta yaxshi maslahat, kredit olmanglar onasini ham. Shunchaki yoshlarga maslahat. Xafa bo'lsani ham, bo'lmasani ham. Aqllilar qilyapti deysizlarmi? Xudo xolasa mana bu obyektimiz ham bitib qoldi. Telefonni aylantirib olishar edi. Ana shu g'ish holatidan mana shu holatiga keltirilyapti do'stlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, hali bunaqa obyektlarni ko'pini ko'rsatamiz. Oladigan yo'llar bo'lsa sotiladigan o'ylar. Biri bir sotuq 80 ming oz kami bor deyapkanlar. Qarang chiroyli Alloh Ka'batulloh, Makkatullohning uylari. Allohning uylari. Ka'bani rasmi. Allohim mashinaga borish nasib qilsin. Deb niyat qilib qo'yamiz endi. Ko'chaga qaragan oyna yo'lni bo'yida. Tualet hammom. Ustalarni qo'l mehnati. Nimadir maslahatinglar bo'lsa, bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. Ustalarimiz kommentariyaga yozsalar, xursand bo'lamiz. Noqsa yaxshi bo'ladi, noqsa yaxshi bo'ladi deb maslahat beradigan akalarimiz ham uchrab qoladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana Xudo xolasa, darga obyektimiz ham bo'lsa, uni ham tushirib yuboramiz. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar.